Tramp va NATO rahbari uchrashuvi janjal bilan yakunlandi. Isroil hujumlari AQSh bilan muzokaralarni ma'nosiz qiladi. Eron prezidenti: minglab jasadlar, Eronda urush qurbonlari soni e'lon qilindi. Rossiya yana ikkita qishloqni nazoratiga oldi. Putin endi Kaliningrad viloyatiga bora olmaydi. Nega? Kuba prezidenti Trampga bo'yin egmasligini aytdi. Xitoyning Eron bo'yicha muzokaralarga aralashuvi vaziyatni murakkablashtiradi. Endi esa batafsil. Azizlar, inshoatingiz tayyor bo'lib, tom qismini qanday yopish o'ylantiryaptimi? Buni bizda oson yechimi bor. O'zbekiston bo'ylab konteyner profilidan hamda zavod temirlaridan ham istalgan usulda naveslarni tayyorlab, tez fursatda hamyonbop narxlarda o'rnatib beramiz. Xizmatlar sifatli va ishonchli. Xabarlar.uz buni kafolatlaydi. Murojaat uchun ushbu raqamlarga bog'laning. Tramp va NATO rahbari uchrashuvi janjal bilan yakunlandi. Bu haqda Politico xabar qilgan. Yevropalik mulozimlarning so'zlariga ko'ra, yopiq eshiklar ortidagi suhbat tez fursatda keskinlashgan. Tramp ittifoqchilarni ayovsiz tanqid qilib, Yevropa davlatlarining Eronga qarshi urushda AQSh va Isroilni qo'llab-quvvatlamaganidan g'azablangan. Hammasi rasvo bo'ldi. Suhbat haqoratlardan boshqa narsa emas edi. Tramp ochiqchasiga har qanday chorani qo'llash bilan tahdid qildi, deb ta'kidladi manbalardan biri. Tramp ittifoqchilarga nisbatan choralarga shama qilgan. Ittifoqchilar u Yevropadan aniq qadamlar, jumladan Hormuz bo'g'ozi bo'yicha ko'mak kutmoqda degan xulosaga kelishgan. Oq uy esa buni rad etib, prezident NATOdan hech narsa so'ramaganini bildirib o'tdi. Rossiya yana ikkita qishloqni nazorat ostiga oldi. Mudofaa vazirligi xabar berishicha, Rossiya qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Donetsk Xalq Respublikasidagi Dibrova qishlog'i va Sumy viloyatidagi Miropolskoye qishlog'ini nazorat ostiga oldi. O'tgan hafta davomida maxsus operatsiya hududida Ukraina qurolli kuchlari yo'qotishlari 8440 dan ortiq askarlarni, 209 zirhli jangovar mashina, 69 dala artilleriya qurollari, 50 ta radioelektron kurash stansiyalari, 128 ta omborxonalar va 353 ta harbiy avtomobilni tashkil qildi. Shuningdek, havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 54 ta boshqariladigan aviabombasi, 4 ta HIMARS raketasi, 3 ta Flamingo uzoq masofali qanotli raketasi, 6 ta Neptun uzoq masofali boshqariladigan raketasi va 2411 ta samolyot turidagi uchuvchisiz uchish apparatlarini urib tushirdi. Minglab jasadlar, Eronda urush qurbonlari soni e'lon qilindi. Eron sud tibbiy ekspertizasi tashkiloti rahbari Abbos Masjidi Aranining so'zlariga ko'ra, mamlakat AQSh Isroil harbiy hujumi boshlanganidan beri 3000 dan ortiq odam halok bo'lgan. Jasadlarning qariyb 40%ni dastlab aniqlab bo'lmaganda. Uning ta'kidlashicha, so'ngra deyarli barcha jasadlar aniqlangan va oilalariga topshirilgan. 30-mart kuni Qizil yarim oy jamiyati AQSh Isroil bombardimonlari boshlanganidan beri 102 mingdan ortiq tinch aholi nishonlariga hujum qilinganini xabar qildi. O'lganlar soni bir haftadan ko'proq vaqt ichida 1,5 barobar oshdi. 7-aprel kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan 2 haftalik sulh e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu vaqt ichida tomonlar yakuniy tinchlik kelishuviga erishishlari kerak. Eron va Amerika delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralar shu hafta Pokistonda boshlanishi mumkin. Kuba prezidenti Trampga bo'yin egmasligini aytdi. Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel Bermudez AQSh prezidenti Donald Trampning bosimlarga bo'yin egmasligini va hali iste'foga chiqish niyati yo'qligini bildirdi. Bu haqda u 9-aprel kuni NBC News'ga bergan intervyusida so'z ochgan. Diaz-Canel Kommunistlar partiyasi hukmronlik qiladigan Kubani o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'lgan erkin va suren davlat deb ta'riflagan. Shuningdek, u orol AQSh rejalariga bo'ysunmasligini qo'shimcha qilgan. Kubada rahbarlik lavozimlarida o'tirgan odamlar AQSh hukumat tomonidan saylanmaydi. Mamlakatimiz o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'lgan erkin va suren davlatdir. Hech qanday tashqi omil yoki tahdidlar Kubaning o'zini o'zi boshqarish vakolatlarini cheklab qo'ya olmaydi. Biz AQSh hukumatining bosimlariga bo'yin egmaymiz. Men mustaqil Kuba davlatining qonuniy prezidenti sifatida mamlakatimga bosim o'tkazayotgan kuchlarga qarshilik ko'rsatishga va'da beraman. Hali iste'foga chiqish niyatim yo'q. Bizning lug'atimizda iste'fo degan so'z yo'q, deb ta'kidladi Kuba rahbari.
Isroil hujumlari AQSh bilan muzokaralarni ma'nosiz qiladi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Isroilning Livanga hujumlari AQSh bilan rejalashtirilgan muzokaralarni ma'nosiz qilishi mumkinligini ma'lum qildi. U o'z bayonotida bu hujumlar Washington bilan erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvining buzilishi ekanini ta'kidladi. Pezeshkian ijtimoiy tarmoqdagi chiqishida Isroilning Livanga takroriy zarbasini keskin tanqid qildi. Sionistik rejimning Livanga qarshi qayta agressiyasi o't ochishni to'xtatish bo'yicha dastlabki kelishuvning ochiqdan-ochiq buzilishidir. Eron rahbari bu holatni aldash va xavfli signal deb atab, bunday vaziyatda har qanday ehtimoliy kelishuvlarga amal qilinmasligi mumkinligidan xavotir bildirdi. Mutaxassislar fikricha, mazkur bayonot Eron va AQSh o'rtasidagi diplomatik jarayon yanada murakkablashishi mumkinligini ko'rsatadi. Agar hujumlar davom etsa, muzokaralar to'xtab qolishi ehtimoli ham bor. Xitoyning Eron bo'yicha muzokaralarga aralashuvi vaziyatni murakkablashtiradi. Bu haqda Reuters xabar qilmoqda. AQSh savdo vakili Jameson Greer Qo'shma Shtatlar Xitoy bilan barqaror munosabatlarni saqlab qolishga intilayotganini, biroq Pekinning Eron ishlariga va AQSh manfaatlariga zid ravishda aralashishi vaziyatni murakkablashtirishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki davlat iqtisodiyotlarining asosiy maqsadlari turlicha bo'lsa-da, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning yo'llari mavjud. Greer, agar Xitoyning Eron bilan aloqalari Washington manfaatlariga zarar yetkazsa, buning mas'uliyati Xitoy zimmasida bo'lishini ta'kidladi. Shuningdek, Greer kelasi oyda prezident Donald Tramp va Xitoy raisi Si Szinpin o'rtasida samarali uchrashuv bo'lishini kutayotganini bildirdi. Ushbu tashrif Washington tomonidan global bojlar joriy etilganidan 1 yil o'tib amalga oshirilmoqda. Savdo vakilining qayd etishicha, AQSh Xitoy bilan savdo va iqtisodiyotda barqarorlikka erishish uchun harakat qilayotgan bo'lsa-da, ular bilan bog'liq barcha muammolar hali hal etilmagan. Putin endi Kaliningrad viloyatiga bora olmaydi. Nega? DT kommunisti Ivan Preobrazhenskiy Rossiya prezidentining 7-aprel kuni mintaqaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanalarga kelmaganini shunday izohladi. Ushbu sana munosabati bilan Rossiyada hatto yangi bayram Kenigsbergning qahramonona egallangan kuni joriy etilgan edi. Putin Kaliningrad viloyatiga borishdan qo'rqadi. Hatto u yerga deyarli bora olmaydi. Zero Rossiya aviatsiyasi uchun ittifoq davlatlari havo hududi orqali parvoz qilishi taqiqlangan. Boltiq dengizi orqali suzib borishga esa ayniqsa Shvetsiya va Finlandiya NATOga a'zo bo'lib, bu dengiz alyansining ichki suv havzasiga aylangach, Putin tavakkal qilmaydi. Rossiyaning viloyatiga suv osti kemasi maxfiy rejimda bormasa kerak. Muallifning fikricha, Kreml bu muammoni ommaga ko'rsatishni istamaydi. Kaliningrad esa Rossiyaning Yevropa ittifoqi va NATO bilan ehtimoliy to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv nuqtai nazaridan xaritadagi eng xavfli nuqtaga aylangan.